payg'ambaringizga ham ta'zim qilmaysizlarmi? Biz yagona Allohdan boshqa hech kimga egilmaymiz. Rasululloh, men Allohning bandasi va rasuliman deb o'rgatganlar. Rasuli emish. Uning mo'jizalari qani, ey Jafar? Osmonga ko'tariladimi? Suvning ustida yuradimi? Kasallarni davoladimi yoki ko'rlarni ko'zini ochdimi? O'liklarni tiriltirdimi? Qani uning mo'jizalari, ey Jafar? Bu to'g'ri gap. Odamlar payg'ambarlarning chindan ham Alloh huzuridan yuborilganini bilishlari uchun ularda mo'jiza bo'lishi kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari Qur'ondir. Oddiy so'zlarni yozdirib olib, keyin uni Allohdan deb da'vo qilgan shahanshoh. Buni eshitib, ularda biror hujjat bor deb hisoblaydilarmi? Lekin men bilamanki, Alloh havoriylarning boshi uzra osmondan alanga tillarini yuborgan va ular dunyoning ko'plab tillarida va avval ularga ma'lum bo'lmagan tillarda so'zlaydigan bo'lib qolishgan. Lekin mening savolim, bunday mo'jiza hozirgi kunimizda ham voqea bo'lishi mumkinmi? Yetar, gaplaringizni eshitdim, hujjatingiz zaif. Sizni huzuringizga chekilgan zulm va azoblardan qochib boshpana izlab keldik. Rasululloh bizga Habasistonga boringlar, u yerda shunday podshoh borki, yurtida hech kimga zulm qilinmaydi degan edilar. Bular zulm deb atayotgan narsa ular uchun oddiy jazodir. Muhammad nima uchun sizlarni menga yubordi? Chunki siz ahli kitoblardansiz. Allohga bo'lgan iymoningiz sizni bizlarni himoya qilishga undaydi. Ko'rdingizmi podshohim, ularning gapi tashna odam suv deb o'ylagan sarobga o'xshaydi. Bu hujjatdan keyin ularga quloq solishdan boshqa choram qolmadi, do'stim. Podshoh hazratlari, biz johiliyat ahli edik. O'z qo'limiz bilan tosh va yog'ochlardan yasab olgan butlarimizga sig'inar, o'limtik yer edik. Fahsh ishlar qilardik, qarindoshlik rishtalarni uzar, qo'shnilarga yomonlik qilardik. Kuchlilarimiz zaifni yeb bitirar edi. Alloh bizga o'z ichimizdan payg'ambar yuborgunicha ana shu ahvolda edik. U zotning asl zoti rostgo'y, omonatdor va iffatli ekanini bilamiz. U zot bizni Allohga, u zotni yakka-yu yagona deb e'tiqod qilishga, unga ibodat qilishga, hamda o'zimiz ham ota-bobolarimiz ham sig'inib kelgan tosh va yog'ochlarni tark etishga da'vat qildilar. Olihalarimizga tuhmat qilyapsiz. Biz olihalarimizdagi yog'och va toshlarga emas, ularning ichida yashaydigan ruhga sig'inamiz va ular orqali Allohga yaqinlashamiz. Ey Amr, sig'inuvchilarning hammasi ham sen tushungan narsani tushunavermaydi-da. Diningiz sizni nimalarga buyuradi? Allohga ibodat qilishga, u zotga hech narsani sherik qilmaslikka, namozga buyuradi. Rost so'zlashga, omonatni ado etishga, qarindoshlik rishtalarini bog'lashga, qo'shnilarga yaxshilik qilishga va harom qilingan narsalar u nohaq qon to'kishdan tiyilishga buyurdi. Shuningdek, fahsh ishlardan, yolg'on guvohlikdan, yetimning molini yeyishdan va iffatli ayollarni fahshda ayblashdan qaytardi. Iffatli ayollar emish. Diningizda ayollar haqida nima deyilgan? Dinimiz erkaklar bilan ayollarni teng ko'radi. Ularni ham bizni ham huquq va burchlarimiz bor. Ularning huquqi bor. Axir bizga xizmat qilsin deb ularni sotib olamiz, yediramiz, kiyintiramiz, agar itoat qilmasa, sotib ham yuboramiz. Ey Amir, homilaligingda qornida ko'tarib yurgan, go'dakligingda emizgan va voyaga yetguningcha tunlarni bezor o'tkazgan ayol haqida shunday deysanmi? Hey Amir, nima uchun son sanoqsiz olihalaring jim bo'lib qoldi? Yo ularni mana bularning yagona Robbi tildan qoldirdimi? Robbimiz barcha odamlarning Robbidir. U Ibrohim, Muso, Zakariya, Yahyo va Iso alayhissalomlarning ham Robbidir.